Kanada parlamentinin Avam palatası 1 fevral günü bilet tashlab, liberal parlament a'zosi Samir Zubarining o'tgan yili 6 oyda sungan Xitoydan qochib chiqib, 3 davlat yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish qaror loyihasini birdek ovoz bilan ma'qulladi. Ma'lum bo'lishicha, qaror loyihasiga hech qanday bir palata a'zosi qarshi bilet tashlamagan. Shundaqla qaror loyihasi kishilar kutmagan bir ahvolda bosh ministr Trudeau va uning kabinet ministrlarining qo'llab ovoz berishiga erishgan. Buning bilan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini oshkor e'tirof qilishdan izchil o'zini qochirib kelgan Trudeau hukumati bu qaror loyihasini qo'llab ovoz berish orqali irqiy qirg'inchilikni vositalik e'tirof qilgan. Qaror loyihasi 1 fevral tushdan keyin ovoz qo'yilganda 0 ga qarshi 322 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan. Bu 1950 yili ve 1960 yıllarda Türkiye parlamenti Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Hindiston hem Afg'onistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millat musofirlarini Turkiyaga yetkazib kelish to'g'risida qaror ma'qullab, 63 yil o'tgandan keyingi tunji bir davlat parlamentining bu xil qarorini chiqarishi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, irqiy qirg'inchilik tilga ilingan qaror loyihasiga bosh ministr Trudeau va uning kabinet ministrlarining qo'llab ovoz berishi kutilmagan ahvol ekan. Axborot yig'iniga Samir Zubari bilan billa Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Eysa, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining qonun maslahatchisi, Ottawa universitetining oliy tadqiqotchisi professor Margaret McCoy Johnston xonim qatorliqlar qatnashgan bo'lib, yig'inda Dolqin Eysa so'z qilib, bu qaror loyihasining Uyg'urlarga umid beg'ishlab qolmay, ilhom va davomli kurash qilish irodasini beg'ishlaydiganligini, hamdiki masala hukumatning harakatga o'tishi, pul ajratib 10 ming Uyg'ur va boshqa turkiy musulmon musofirlarni tezroq o'rinlashtirishida qolganligini bildirgan. Yig'inda Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti so'z qilib, birdek ovoz bilan ma'qullangan bu loyiha Kanada parlamentining irodasiga vakillik qilish bilan bir vaqtda buning bir boshlanish ekanligini, Uyg'ur tashkiloti va boshqa mas'uliyatchan taraflar Kanada hukumati va Kanada ko'chmanlar irodasi bilan zich hamkorlashib, qandaq vaqtda va qayerda qandaq orqisab yardım bo'lsa shuni ta'minlashni, Xitoy hukumatiga chet eldagi Uyg'urlarning yurtlaridagi urug' tuqqan oila a'zolarini tutqun qilish, go'ro'ga elish, qo'rqitish, parakanda qilishni to'xtatishni talab qilgan. Bu qaror loyihasi Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3 davlat yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy oz sonli millatlardan 10 ming kishini 2024 yildan 2026 yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelishni o'z ichiga olgan. Qaror loyihasining 1 fevral ma'qullangan oxirgi nusxasiga ba'zi tuzatishlar kirgizilgan bo'lib, uningda hukumatning 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga yetkazib kelish planini 100 kun ichida parlamentga bildirishi. Shundaqla bu loyiha faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar bilan cheklanganligi ta'kidlangan ekan. Bu xo'shallik xavrik bayonot bergan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi mundaq dedi. Kanada parlamentida 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga birlashtirish qarori 322 ga qarshi 0 ovoz bilan qabul qilingan. Men oldi bilan bu qarorning ma'qullanishi uchun uzun yillardan beri tirishchanlik ko'rsatayotgan Dünya Uyg'ur qurultayi musofirlar ishxonasining boshlig'i Mehmet To'xtiga va boshqa Dolqin Eysa boshliq barliq qurultay rahbarlariga alayda rahmatimni bildiraman. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur xalqining navbatdagi chorasizligini nazarga olib, 2 yil ichida 10 ming Uyg'urni Kanada davlatiga yerlashtirish uchun ma'qullik bildirgan Kanada bosh ministr Justin Trudeau parlament a'zosi Samir Zubari qatorliqlarga chin dilimdan minnatdorligimni bildiraman. Uyg'ur xalqi sizlarning chiqargan bu qaroringlarni hargiz unutib qolmaydi. Uyg'ur xalqimizga muborak bo'lsin. Bu Uyg'ur xalqi uchun bir boshlanish xolos. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy safariga menish oldida dunyoning har qaysi joylaridagi fuqaroviy jamiyatlardan 50 dan ortiq tashkilot o'z talablarini birlashib maktub shaklida yo'llagan. Blinkenga avatilgan bu maktubda Blinkenni Xitoy safari jarayonida Xitoy turmusidagi siyosiy mahbuslarning ahvolini so'rash qilishga chaqirgan. Maktubda har qaysi tashkilotlar Xitoy turmusiga qamalgan kishilik huquq faoliyatchilari, siyosiy o'qituvchilar, diniy zotlar va boshqa millat kishilarining taqdirini eskartib, shu qatorda Sharq Turkistonda Uyg'urlar azob chekayotganligi, qirg'inchilikka uchrayotganligi alohida ta'kidlangan. Shundaqla yaqinqi yillarda orqa-orqadan ma'lum bo'lgan turli hujjatlarning Uyg'urlarning duch kelgan qabohatning qaysi darajaga borganligini oshkor namoyon qilmoqda. Bu kishilarning Amerika fuqaroligiga o'tganlarning urug' tuqqanlari Xitoy tarafdan bu xil qabohatning dardini tortayotganligi deyilgan. Shu qatorda turmadagi Uyg'ur ziyolilaridan Gulshan Abbas, Qurbon Mahmud, Ahmadjon Juma qatorliqlarining ismi alohida ta'kidlangan. Maktubda yana Xitoy o'qituvchilari, Tibet siyosiy mahbuslari, Hong Kong demokratlarining qismatlarini eskartish qatorliq navbatda Xitoyning zulm va bostirishlari butun dunyoga yeyilishga boshlaganligi, bundaq ahvolda davomli turda Xitoy bilan savdo qilishning zodil aqlga uyg'un emasligi tilga ilinib, Blinkendan lagerlarni taqash, majburiy emgakka xotim berish va barliq siyosiy mahbuslarni qo'yib o'tishni talab qilishni bildirgan.
Mazkur ochiq maktubga Amerika Uyg'ur birlashmasi, Boston Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti qatorliq ko'plagan tashkilotlar imzo qo'ygan. Xitoyda kam deganda 4 o'lka tug'ilishni tizimlashdagi nikoh cheklamasini amaldan qoldirgan bo'lib, bu ayollarning huquqi va nikohni qo'g'dashda ig'ir tahdid bo'lgan. Shundaqla jamoat fikrining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Dolqun xabarlarning 2 fevraldagi xabari qaraganda Xitoyning Sichuan, Shanxi, Guangdong, Anhui va Fujian qatorliq 4 o'lkasida yangi tug'ilgan buvoqni tizimlashdagi nikoh cheklamasini bo'shatgan ekan. Buningdan boshqa yuqorqi o'lkalarning hammasi qonunsiz va qonunliq yangi tug'ilgan buvoqlarning o'ltiraqlashishini birdek qo'llaydiganligini bildirgan. 1-oyning 28-kuni Sichuan o'lkalik Sahiya komiteti 2019-yil e'lon qilingan Sichuan o'lkalik tug'ilishni tizimlash mulozimat tadbiriga tuzish kirgizib, 2-oyning 15-kundan boshlab tug'ilishni imzolash obyektlarining to'y qilgan qilmaganlik to'g'risidagi cheklamalarni bekor qilgan ekan. Tahlilchilarning bildirishicha Xitoyning bu axloqqa xilof qilgan tug'ilish siyosatini nopos krizisi keltirib chiqarganligini. Xitoy davlatlik statistika idorasi 17-yanvar e'lon qilgan nopos tekshirishi qaraganda emgak kuchi kamchil bo'lish va qerish nisbatining tezlashishi, shundaqla Xitoyning tug'ilish nisbatining 60 yildan buyon tunji qitim tuvanlaganligini, 2022-yilning oxirida yangi tug'ilgan buvoqlarning sonining oldingi yilga solishtirganda 850 ming azayganligini bildirgan. Quloq kiri, quloq yo'ldagi teri bez tanchisi o'zligidan ajratib chiqargan modda bilan chang to'zon, teri kepaklarining arilishi orqali shakllanadi. U yot moddalarning nag'irsimon pardani bevosita zaxmlantirishning oldini olib, nag'irsimon pardani qo'g'dash rolini o'ynaydi. Odatdagi ahvolda kishilar yemekliklarni chaynaganda quloq atrofi harakatlanib, quloq kiri o'zligidan sirtqa chiqib ketadi. Şuna atayin tazılashning hojati yo'q. Faqat alayda ahvolda andin doktorxonaga berib tashabbuskorlik bilan tozalashga to'g'ri keladi. Masalan, to'silish paydo bo'lib, anglash iqtidoriga ta'sir yetganda yoki quloqdan yering oqqanda, bundaq ahvolda doktor avval tozalab andin davolaydi. Nurg'un kishilar yuyingandan keyin paxta peltigich bilan quloqini tozalashga odatlangan. Ular paxta peltigichning uchi yumshoq bo'lg'achqa quloqqa ziyon yetkazmaydi deb qaraydi. Amaliyotda paxta peltigich bilan tashqi quloq yo'lining diametri ancha farqlanmaydi. Paxta peltigich bilan quloqni ko'chilaganda quloq kirini chiqarg'ili bo'lmayli qolmay, yana uni quloq yo'lining ichki tarafiga ittirib o'tadi. Uning ustiga quloq kiri belgilik darajada kislotalik xususiyatga ega bo'lg'achqa, nag'irsimon pardaga yaqinlashsa, nag'irsimon pardaga ta'sir qilib, anglash iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Bu ahvol uzoq muddat davomlashsa, quloq kiri nag'irsimon pardaning atrofiga yig'ilib, nag'irsimon parda va quloq yo'ldagi teri shilliq pardasiga ta'sir ko'rsatadi. Quloqni atayin ko'chilg'ich bilan tozalashning hojati yo'q. Uning ustiga quloq ko'chilg'uchilar yaxshi tozalanmagan va dezinfeksiyalanmagan bo'lsa, giralashma yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Doktorning tunishtirishicha, bolalarning quloq yo'li cho'nglarnikidan tar bo'lib, quloq yo'li terisining immun kuchi ojiz bo'ladi. Quloqni ko'chilash muvofiq bo'lmasa, hatto tashqi quloq yo'li yollig'ini keltirib chiqaradi. Agar quloq kirib butun quloq yo'lini to'sib olib, quloq og'rish, anglash iqtidori tuvanlash qatorliq alomatlarni keltirib chiqargan bo'lsa, doktorxonaga berib bir taraf qildirish kerak. Kasb nuqtasidan qaraganda, ko'rinarlik bearam bo'lmagan ahvolda quloqni ko'chilashning hojati yo'q ekan.